Vnukovo движение qattiq. Birinchi etaj. Aeroport Vnukovo 26-iyun kechki holat. Xudo xolasa aeroport Vnukovo zo'r. Ichki holatlarni ham sizlarga chiroyli qilib ko'rsatib boraman, kengroq yoritib beraman. Aeroport Vnukovo движение qattiq. Birinchi etaj, tog'lar bor. Non gaplar. Xo'p. Kechqurungi holat O'zbekiston havo yo'llari 51 dan to 53-54 gacha Vnukovo Urganch, Vnukovo Buxoro registratsiyalar boshlandi. 23 ga 8 bagaj bilan kelaverasizlar. 26-iyun kechki holati. U tomonda 32 ga 8 bagaj bilan 20:50 da uchadi va ertalab 9:05 da uchadi. O'zbekiston havo yo'llari mana shu 51 dan 60-stoykagacha bo'ladi. Vodiyga, vohaga mana shu yerda bo'ladi. O'zgarish bo'lmaydi. Kelaverasizlar hurmatli aziz sizlar uchun men xizmatlaringda. Mana shu yerdan registratsiyadan o'tib turib, shunaqana o'ngga burilasizlar. Mana 18 31 mana shu tamoshni kontrol. Mana bu yerda 8 17 bu Rossiya territoriyasiga ichiga bilet olgan do'stlar birodarlarimiz uchun. Sizlar mana shu yerdan registratsiyadan o'tib turib, shunaqana to'g'riga ketasizlar. Vnukovo Farg'ona O'zbekiston havo yo'llari Yuter aviakompaniya bilet olganlar, mana ruchnoy bagajlaringga ehtiyot bo'linglar. Juda qattiq jostki tekshiradi bu. To'lamasalaring tushirmaydi. Ya'ni ishtob 200 gramm ko'p bo'lsa 5,5 rubl shtraf qiladi. Kompaniyaga Pobedaga bilet olganlar mana shunday ruchnoy kladlaring sig'ish kerak. Sig'masa agar shtraf qiladi, o'zlaring bilib olinglar. Mana shunga sig'ish kerak. Yuklaring 10 kilo ruchnoy bo'lsa ham 10 kilo chiqmasa agar mana shunday to'xtab turyapsan, mana shunday to'g'ri yopilish kerak azizlar. Xo'p, Vnukovo Samarqand Pobeda aviakompaniya va Vnukovo Toshkent Pobeda aviakompaniya ruchnoy kladlarga ehtiyot bo'lasizlar degan umiddaman. Aka kiring. Kiring, shunday aylanib kiring. Kiring aylanib. Qanday patentingiz tushdi? Patentingiz tushdi aka. Kelaverasizlar.